Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2019 yildan 2026 yilgacha pensiyaga chiqqan fuqarolar, shuningdek, sud orqali o'z haqini yutgan pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash masalasi. Bu ma'lumot ko'pchilikka bevosita tegishli. Chunki pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, odam har oy o'zining halol pulidan ayrilib kelayotgan bo'lishi mumkin. Eng muhimi, hatto bir marta bo'lsa ham uning ta'siri yillar davomida davom etadi. Agar siz o'zingiz pensioner bo'lsangiz, ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka ukangiz yoki qo'shningiz pensiya olayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimlar pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin, kimlar sudga murojaat qilishi kerak, kimlar shunchaki ariza bilan masalani hal qilishi mumkin, qaysi hujjatlar kerak bo'ladi, nimalarga aldanmaslik kerak, barchasini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni odamlar ko'p hollarda kech eshitadi. Keyin esa vaqt, asab va pul yo'qotadi. Men avvalo muammoning ildizini tushuntirib beraman. Pensiya hisoblash juda oddiy ko'rinadi. Odam ishlagan, ish haqi olgan, mehnat staji bor. Demak, pensiya jamg'armasi shu asosda pensiya tayinlaydi. Lekin amalda bu jarayon ko'p hollarda murakkab bo'ladi. Chunki pensiya miqdoriga bir nechta omillar ta'sir qiladi. Ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, arxiv hujjatlari, imtiyozli davrlar, harbiy xizmat, bolani parvarish qilish davri, zararli yoki og'ir sharoitdagi ish, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik holati va boshqa mezonlar. 2019 yildan keyin pensiya tizimida ma'lumotlarni elektronlashtirish, ish haqi va stajini bazalar orqali tekshirish, eski arxiv hujjatlarini solishtirish, ayrim tartiblarni yangilash jarayonlari kuchaydi. Bu yaxshi tomoni. Lekin shu bilan birga eski davrda ishlagan odamlarning hujjatlari to'liq elektron bazada bo'lmagani uchun ko'plab fuqarolarda staj kam ko'rsatilgan, ish haqi to'liq olinmagan. Ayrim davrlar umuman hisobga kiritilmagan holatlar ham uchrab turdi. Oldin pensioner ko'pincha shunday deb o'ylardi. Menga pensiya tayinlashdi, demak hammasi to'g'ri. Aslida esa tayinlangan pensiya har doim ham to'g'ri degani emas. Pensiya bo'limi mavjud hujjatlarga qarab hisoblaydi. Agar hujjat yetishmasa, ish haqi ma'lumoti noto'g'ri berilgan bo'lsa, arxivda xatolik bo'lsa yoki fuqaro o'zi muhim davrni ko'rsatmagan bo'lsa, pensiya kam chiqishi mumkin. Hozir nimasi o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shuki, pensionerlar o'z pensiyasini qayta ko'rib chiqishni talab qilish imkoniyatidan faol foydalanishni boshladi. Sud amaliyotida ham ayrim fuqarolar o'z huquqini himoya qilib, pensiyani qayta hisoblatishga erishgan holatlar bor. Sud fuqaroni haq deb topsa, pensiya jamg'armasi sud qarori asosida qayta hisoblashni amalga oshirishi kerak bo'ladi. Bu degani, agar sizning ish stajingiz yoki ish haqingiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, endi kech deb qo'l siltab ketish shart emas. Har bir holatni alohida ko'rish kerak. Endi eng muhim savolga o'tamiz. 2019-2026 yillarda pensiyaga chiqqanlardan kimlar pensiyasini qayta tekshirtirish kerak? Birinchi toifa. 2019 yildan keyin pensiyaga chiqqan va ish staji to'liq hisobga olinmagan deb o'ylayotgan fuqarolar. Masalan, aytaylik, Ahmad aka 2002 yilda yoshga doir pensiyaga chiqqan. U 1992 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin xususiy korxonada faoliyat yuritgan. Pensiya tayinlanganda unga 31 yil staj hisoblangan. Lekin Ahmad aka o'z hisobicha 38 yil ishlaganini biladi. Farq 7 yil. Bu juda katta farq. Chunki staj qancha ko'p bo'lsa, pensiya miqdoriga ta'sir bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda men shuncha yil ishlaganman, lekin hujjat topilmagan deb jim yurish kerak emas. Arxiv, sobiq korxona, soliq organlari, mehnat daftarchasi, buyruqlar, ish haqi qaydnomalari orqali dalil topish mumkin. Ikkinchi toifa ish haqi noto'g'ri olingan pensionerlar. Pensiya hisobida ish haqi juda muhim. Ba'zan fuqaro yuqori maosh olgan yillar bor, lekin hisob kitobda boshqa. Pastroq maosh davri olinib qoladi. Masalan, Malika opa 2022 yilda pensiyaga chiqqan. U 1995-2000 yillarda bosh hisobchi bo'lib ishlagan va yaxshi maosh olgan. Lekin pensiya hisobida arxivdan kelgan ma'lumotda faqat 1992-1994 yillardagi past ish haqi ko'rsatilgan. Natijada pensiya 300-400 ming so'mga kam chiqishi mumkin. Agar bu xato 3 yil davom etsa, odam millionlab so'm mablag'dan ayriladi. Uchinchi toifa imtiyozli sharoitda ishlaganlar. Masalan, kon, metallurgiya, kimyo, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, ta'lim, zararli ishlab chiqarish, og'ir mehnat sharoitlari, maxsus ro'yxatlarga kiradigan kasblar.
Bunday odamlarning pensiya huquqi oddiy stajga qaraganda boshqacha baholanishi mumkin. Lekin amalda ko'p muammo kasb nomi bilan bog'liq bo'ladi. Mehnat daftarchasida operator deb yozilgan, lekin aslida zararli seks operatori bo'lgan. Yoki laborant deb yozilgan, lekin kimyoviy moddalarda ishlagan. Pensiya bo'limi yozuvini umumiy ko'rib, imtiyozni bermasligi mumkin. Bu holda ish joyidan aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma, lavozim yo'riqnomasi, sex sharoiti haqidagi hujjat, attestatsiya materiallari kerak bo'ladi. 4-toifa sudda yutganlar yoki sudga tayyorlanayotganlar. Agar fuqaro pensiya bo'yicha pensiya jamg'armasi qaroridan norozi bo'lsa, avval yozma murojaat qiladi. Javob qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilishi mumkin. Sudda yutganlardan ayrimlari sud qarori chiqdi, endi hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Men buni alohida ta'kidlayman. Sud qarori qo'lingizda bo'lsa ham, uning ijrosini nazorat qilish kerak. Qayta hisoblash qaysi sanadan amalga oshiriladi? Farq pullari qaysi davr uchun to'lanadi? Yangi pensiya miqdori qanday chiqdi? Bularni albatta tekshirish zarur. 5-toifa 2024, 2025, 2026 yillarda pensiyaga chiqadigan yoki chiqishni rejalashtirayotgan fuqarolar. Siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz ham bugundan tayyorgarlik ko'ring. Eng katta xato shuki, odam pensiyaga chiqishiga bir oy qolganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Keyin arxiv yopilgan, korxona tugatilgan, ma'lumot topilmaydi. Xodimlar javob bermaydi. Ish haqi qaydnomasi yo'q deya muammo chiqadi. Men maslahat beraman. Pensiyaga chiqishingizga kamida 1 yil qolganda mehnat daftarchangizni, ish haqi ma'lumotlaringizni, arxiv hujjatlaringizni tekshiring. Endi kimlar uncha xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqaningizda barcha ishday elektron bazada aniq ko'ringan bo'lsa, mehnat daftarchangiz to'liq bo'lsa, arxiv ma'lumotlaringiz mos tushsa, ish haqi hisobida sizga foydali davr olingan bo'lsa va pensiya bo'limidan batafsil hisob kitobni olib tekshirgan bo'lsangiz, xavotir kamayadi. Lekin baribir men har bir pensionerga o'z pensiya ishining nusxalari yoki kamida hisob kitob asoslarini bir marta ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Keling, bir nechta hayotiy misolni ko'raylik. Birinchi misol, Rustam aka 2019 yilda pensiyaga chiqqan. Pensiya 1.200.000 so'm tayinlangan. U 1993 yillarda qurilish tashkilotida ustachi bo'lib ishlagan, lekin bu davr stajga kiritilmagan, chunki arxiv ma'lumoti bo'lmagan. Keyin Rustam aka sobiq hamkasblaridan tashkilotning qaysi arxivga topshirilganini aniqlaydi. Arxivdan buyruq nusxasi va ish haqi qaydnomasi topiladi. 5 yil staj qo'shilgach, pensiya miqdori 1.000.000 so'mga chiqadi. Farq har oy 2.000 so'm. Agar bu farq 36 oy davomida to'lanmagan bo'lsa, jami 9 million so'mga yaqin mablag' masalasi paydo bo'ladi. Albatta to'lov davri qonun va qaror asosida belgilanadi. Lekin xatoni aniqlashning o'zi muhim. Ikkinchi misol. Saodat opa 2022 yilda pensiyaga chiqqan. Uning 3 farzandi bor. Bir muddat bolalarni parvarish qilgan. Ba'zi davrlar stajga kiritilgan, ba'zilari noto'g'ri tushunilgani uchun kiritilmagan. U tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, ishga kirish va chiqish buyruqlarini taqdim etadi. Natijada ayrim davrlar qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda nozik jihat shuki, bolani parvarish qilish davri hamma holatda ham avtomatik va cheksiz qo'shilavermaydi. Qonunchilikdagi shartlar, davrlar, maksimal chegaralar bor. Shuning uchun hujjatni to'g'ri tayyorlash kerak. 3-misol. Karim aka sudga murojaat qiladi. U kon korxonasi zararli sharoitda ishlagan, lekin pensiya bo'limi imtiyozli stajni tan olmaydi. Sabab mehnat daftarchasida lavozim nomi umumiy yozilgan. Sudga korxona arxividan ma'lumotnoma, sex ro'yxati, ish sharoiti dalolatnomalari, hamkasblarning guvohliklari, mehnat shartnomasi va lavozim yo'riqnomasi taqdim etiladi. Sud Karim akaning talabini qanoatlantiradi. Shundan keyin pensiya qayta hisoblanadi. Bu misolda asosiy saboq og'zaki men zararli joyda ishlaganman degan gap yetmaydi. Dalil kerak. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Qayta hisoblash har doim ham pensiyani oshiradi degani emas. Ba'zan odam qayta hisoblataman deb murojaat qiladi, lekin mavjud hisob kitob to'g'ri bo'lib chiqadi. Yoki qo'shimcha hujjat pensiyaga ta'sir qilmaydigan davrga oid bo'ladi. Shuning uchun avval nimani talab qilayotganingizni aniq bilish kerak. Staj qo'shishmi, ish haqini almashtirishmi, imtiyozli davrni tan oldirishmi? Sud qarorini ijro qildirishmi yoki texnik xatoni tuzatishmi? Ikkinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv avtomatik qabul qilinmasligi mumkin.
Agar yozuvda muhr yo'q bo'lsa, sana chalkash bo'lsa, ishga qabul qilish buyrug'i raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa yoki yozuv o'chirilgan, tuzatilgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ko'pchilik mehnat daftarcham bor-ku deydi. Ha, bor. Lekin undagi yozuv qonuniy va aniq bo'lishi kerak. 3-chi nozik shart, arxiv ma'lumoti bilan ish haqi ma'lumoti bir xil narsa emas. Arxiv sizning ishlaganingizni tasdiqlashi mumkin, lekin ish haqi miqdorini topa olmasligi mumkin. Pensiya uchun esa ayrim holatlarda ish haqi ma'lumoti juda muhim. Agar yuqori maosh olgan davringiz tasdiqlanmasa, pensiya pastroq chiqishi ehtimoli bor. Shu sababli faqat staj emas, ish haqi ma'lumotnomasini ham izlash kerak. 4-chi nozik jihat, sud qarori aniq yozilgan bo'lishi kerak. Ba'zan fuqaro sudda yutadi, lekin qarorda faqat murojaat qayta ko'rib chiqilsin deyiladi. Bu degani pensiya jamg'armasi yana ko'rib chiqadi. Lekin har doim ham avtomatik pul to'laydi degani emas. Agar qarorda aniq falon davr stajga kiritilsin, pensiya falon sanadan qayta hisoblansin, farq summasi to'lansin kabi mazmun bo'lsa, ijro osonroq bo'ladi. Shuning uchun sudga da'vo kiritishda talablarni aniq yozish juda muhim. 5-chi nozik jihat, og'zaki javobga ishonmang. Pensiya masalasida eng katta xatolardan biri shuki, odam bo'limga boradi, xodim sizga bo'lmaydi deydi. Odam qaytib ketadi. Men aytaman, og'zaki javob huquqiy himoya uchun yetarli emas. Siz yozma ariza bering. Rad etishsa, yozma rad javobini oling. Ana shunda sizda yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish uchun asos bo'ladi. 6-chi nozik jihat, hamma pensionerlarga qayta hisob kitob bo'larkan degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Ijtimoiy tarmoqlarda ba'zan noto'g'ri xabarlar tarqaladi. Go'yoki 2019-2026 yillarda chiqqanlarning barchasiga avtomatik katta pul beriladi. Hammaning pensiyasi bir xil o'shadi, sudga bormaganlar ham farq oladi degan gaplar bo'ladi. Men buni aniq aytaman, har bir holat individual. Qayta hisoblash uchun asos bo'lishi kerak. Asos bo'lmasa, faqat yil oralig'i bilan pensiya qayta hisoblanmaydi. 7-chi nozik jihat, kimdir sudda yutgani sizning holatingiz ham aynan shunday degani emas. Bir pensioner 1990 yillardagi stajni sudda tan oldirgan bo'lsa, bu boshqa hamma 1990 yillardagi staj avtomatik tan olinadi degani emas. Sud har bir ishda hujjat, dalil, davr, lavozim, qonuniy asosni alohida baholaydi. 8-chi nozik jihat, pensiya farqi qaysi sanadan to'lanishi masalasi bu juda muhim. Odamlar ko'pincha men 2020 yildan beri kamolayapman, demak hammasini qaytarib berishadi deb o'ylaydi. Amalda esa farqning qaysi davr uchun to'lanishi murojaat sanasi, hatto kim tomonidan qilinganligi, hujjat qachon taqdim etilganligi, sud qarori mazmuni va qonunchilikdagi muddatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun arizangizda albatta pensiya tayinlangan kundan boshlab yoki huquq paydo bo'lgan kundan boshlab qayta hisoblashni so'rashingiz kerak, lekin yakuniy qaror qonuniy asosga qarab qabul qilinadi. 9-chi nozik jihat. Hujjatlarni yo'qotmang va asl nusxani hammaga beravermang. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, sud qarori, tug'ilganlik guvohnomasi, harbiy bilet, diplom, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar juda muhim. Har bir hujjatdan nusxa oling, skaner qiling, telefoningizda ham saqlang, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Asl nusxani topshirishga to'g'ri kelsa, qabul qilinganligi haqida tilxat yoki ro'yxat oling. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Birinchi qadam, pensiya hisobingizni tekshirishni so'rang. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki rasmiy elektron murojaat yuboring. Arizada shunday mazmunda yozing. Menga tayinlangan pensiya hisob kitobining asoslari, hisobga olingan ish staji davrlari, ish haqi davrlari, qo'llangan koeffitsiyentlar va pensiya miqdorini sharhlantirgan hujjatlar bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Bu sizga vaziyatni tushunishga yordam beradi. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchangizni pensiya hisobida kiritilgan davrlar bilan solishtiring. Bir varaq qog'oz oling. Chap tomonga o'zingiz ishlagan barcha joylarni yozing. Qaysi yildan qaysi yilgacha korxona nomi, lavozim, ish haqi taxminan qancha bo'lgan. O'ng tomonga pensiya bo'limi hisobga olgan davrlarni yozing. Qaysi joyda farq bo'lsa belgilab chiqing. Masalan, siz 1996-1997 yillar ishlaganman deysiz, lekin hisobda 1991 turibdi. Demak, 2 yil bo'yicha dalil izlash kerak. 3-qadam. Hujjatlar ro'yxatini yig'ing. Sizga odatda quyidagilar kerak bo'ladi. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari
ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxalari, harbiy bilet, diplom, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki boshqa tasdiq. Sud qarori bo'lsa, uning nusxasi va ijro varaqasi kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar korxona hozir mavjud bo'lmasa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlash kerak. Buni tuman yoki viloyat arxivlaridan, sobiq tashkilotning huquqiy vorisidan, hokimlikdan, soliq organlaridan, ba'zan kasaba uyushmasi yoki sobiq rahbarlardan so'rab bilish mumkin. Arxivga murojaatda aniq yozing. Falon korxonada falon yildan falon yilgacha ishlaganimni va shu davrdagi ish haqimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Tug'ilgan sana, lavozim, bo'lim, taxminiy ish davri, eski familiya bo'lsa, albatta ko'rsating. 5-qadam. Pensiya jamg'armasiga qayta hisoblash bo'yicha yozma ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiyam tayinlanganda falon davrdagi ish stajim hisobga olinmagan yoki falon davrdagi ish haqi inobatga olinmagan. Ilova qilinayotgan hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni, yuziga kelgan farq summasini qonunchilikda belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling va qabul qilinganligi haqida belgi oldiring. 6-qadam, rad javobi bo'lsa, uni yozma oling. Rad javobida sabab ko'rsatilishi kerak. Masalan, hujjat yetarli emas, mazkur davr stajga kiritilmaydi, ish haqi ma'lumoti talabga javob bermaydi, imtiyozli staj tasdiqlanmadi kabi. Ana shu sababni ko'rganingizdan keyingi harakatni belgilaysiz. Qo'shimcha hujjat topshirasizmi, yuqori organlarga shikoyat qilasizmi yoki sudga borasizmi? 7-qadam. Sudga murojaat qilishdan oldin dalillarni tartibga soling. Sudga shunchaki pensiyam kam deb borish yetmaydi. Siz aniq talab qo'yishingiz kerak. Masalan, 1997 yil 20 martdan 1990 yil 30 iyungacha bo'lgan davrni ish stajimga kiritish. 1996-2000 yillardagi ish haqi ma'lumotlari asosida pensiyani qayta hisoblash, imtiyozli ish stajini tan olish, sud qarori asosida farq summasini to'lash kabi. Da'vo arizasiga hujjatlarni tartib bilan qo'shing, imkon bo'lsa. Pensiya huquqi bo'yicha tajribali yurist bilan maslahat qiling. 8-qadam. Sudda yutgan bo'lsangiz, ijroni kuzating. Sud qarori qonuniy kuchga kirgandan keyin uning nusxasini pensiya jamg'armasiga topshiring. Ariza bilan sud qarorini ijro etib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni va hisob-kitob natijasi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozing. Keyin yangi hisob-kitobni oling. Faqat pul tushishini kutib o'tirmang. Aniq raqamlarni tekshiring. 9-qadam. Har bir murojaatni qayd qiling. Qachon ariza berdingiz, kim qabul qildi, javob qachon keldi, qanday hujjat topshirdingiz, hammasini alohida papkada saqlang. Telefon orqali gaplashsangiz. Suhbatdan keyin qisqa yozib qo'ying. Qaysi kuni kim bilan nima haqida. Bu tartib sizga keyin juda asqotadi. 10-qadam. Oila a'zolaringiz bilan birga tekshiring. Ko'p pensionerlar hujjat ishida qiynaladi. Arxivga borishga o'li yetmaydi. Ariza yozishni bilmaydi. Farzandlar, nevaralar, yaqinlar yordam berishi kerak. Men yosh tomoshabinlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiyasini bir marta tekshirib bering. Ular 3000 tardan yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin bir dona arxiv ma'lumoti yo'qligi sabab har oy kam pensiya olayotgan bo'lishi ehtimoli bor. Yana bir muhim maslahat, hech kimga pul beraman, pensiyangizni oshirib beram degan va'daga ishonmang. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida qayta hisoblanadi. Agar hujjat bo'lmasa, pul berib natija qilishga urinish xavfli va noqonuniy. Siz faqat rasmiy yo'l bilan yuring ariza. Hujjat, javob, shikoyat, sud. Men sizlarga oddiy tekshiruv formulani aytaman. Birinchisi, mening barcha ishlagan yillarim hisobga olinganmi? Ikkinchisi, eng foydali ish haqi davrim hisobga olinganmi? Uchinchisi, imtiyozli yoki maxsus sharoitdagi ishlarim tan olinganmi? To'rtinchisi, pensiya tayinlanganda familiya, sana, lavozim, korxona nomi bo'yicha xato ketmaganmi? Beshinchisi, sud qarori bo'lsa, u to'liq ijro qilinganmi? Shu 5 savolga javob topsangiz, pensiyangiz bo'yicha umumiy holat ancha ravshan bo'ladi. Xulosa qilib aytaman. 2019-2026 yillarda pensiyaga chiqqan yoki chiqadigan fuqarolar uchun eng muhim masala bu pensiya hisob-kitobining to'g'riligini tekshirishdir. Hamma pensiyalarga avtomatik katta pul beriladi degan gaplarga ishonmang. Lekin agar stajingiz, ish haqingiz, imtiyozli davringiz yoki sud qaroringiz bo'yicha asos bo'lsa, o'z haqingizni talab qiling. Yozma murojaat qiling, hujjat yig'ing, rad javobini oling. Kerak bo'lsa sudga boring va sud qarorining ijrosini nazorat qiling.
Men har doim shuni aytaman. Pensiya bu sadaqa emas. Bu insonning yillar davomida qilgan mehnati, to'lagan badallari va qonuniy huquqidir. Shuning uchun har bir so'm hisobli bo'lishi kerak. Agar sizda pensiya qayta hisoblash bo'yicha holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yili pensiyaga chiqqansiz? Qanday muammo bo'lgan? Stajmi, ish haqimi yoki sud qarorimi? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bir odam o'z haqini tiklasa ham bu ma'lumot bu yerda ketmagan bo'ladi.